Xo'p, sellar bilan ishlashda davom ettiramiz. Ko'rib turibsizlar, bu yerda sal murakkabroq jadval hosil qilganman. Xo'p, endi kelinglar, masalan, birinchi navbatda bizga kerak bo'ladigan narsa biror bir ma'lumotni o'chirish. Xo'p, Excelda qanaqa biza o'chirishimiz mumkin biror bir ma'lumotni? Masalan, mana shu cellni men o'chirishim uchun nima qilishim kerak? Oddiygina delete tugmasini bossak, mana o'chadi. Yoki bo'lmasam, ma'lum bir shu qismini o'chirmoqchi bo'ladigan bo'lsam, belgilab olaman oldin. Bizga kerak bo'lmagan qismini, keyin delete tugmasini bosaman. Xo'p, orqaga qaytishim uchun Ctrl+Z. Mana orqaga qaytdik. Endi keyingi qiladigan ishimiz, xo'p. Masalan, agar men cellga masalan cellni ma'lum bir qismini olib tashlamoqchiman yoki bo'lmasam ma'lumot qo'shmoqchiman. Qo'shishim uchun mana cellni belgilab turib, agar biror narsa yozadigan bo'lsak, mana o'chib ketyapti cell. Nima qilishimiz kerak? Uning uchun bir nechta yo'llari mavjud. Masalan, oddiy yo'llardan bittasi mana tepada fxda masalan yozishim mumkin. Masalan, nimadir cell masalan xat deb yozishim mumkin masalan. Yoki bo'lmasam belgilab olgan holda 2 marta chap tugmani bosamiz. Mana chiqdi. Yoki bo'lmasa klaviaturadagi F2 tugmasini bossak, mana chiqdi. Endi xohlasak biror bir qismini o'chiramiz yoki bo'lmasam ma'lumot yozsak bo'ladi. Xo'p, endi masalan, mana shu cell head'dagi head pastga tushishi kerak. Ya'ni bitta katayning ichida cell head joylash kerak, faqat pastida joylash kerak. Uning uchun nima qilaman? Oldin 2 marta mana bosgan holda mana cellsga olib boraman, keyin alt tugmani bosgan holatda enterni bosaman. Mana head pastga tushdi.